shunaqa zerikarli jang bo'lishi kutilgan edi. G'alabali seriyada ketayotgan Mafsar Yevloyev uni yoqtirmaydi UFC'dagilar, zerikarli jangchi deb hisoblaydi. U Avstraliyalikga tekkan kasal. Hech qaysi bir jangda Dan Hookerni favorit deb o'ylamayman. Chidaganiga qoyil qoldim, faqat bo'ldi. Chidab berdi, amalladi. Lekin Rufi bilan juda erta mag'lubiyatlik tuyuldi menga. Riskka bormadi-da, qanaqa juda ehtiyotkor jang qildi. Ambitsiya yo'q-da bularda. Chempionlik jangini ber demayapti. Bu 3-4 turda qo'lni pastga tushirib ur deb turibdi-da. Qanaqasiga buni BMF jang deb e'lon qilishdi? Men shunga hayronman. Endi Dana White uzr, men sal fikr bo'ldi. Pimblet mana yomon bola. Holloway o'zi yetadi. Menga Max Holloway Charles Oliveira jangi qiziqroq. Qonli jang birinchi raundning o'zida. Assalomu alaykum qadrli UFC muxlislarim. Octagonda YouTube kanalida navbatdagi podkastimiz olinyapti va biroz avval UFC 325 turniri o'z yakuniga yetdi va aynan mana shu kechada UFC olamidagi bitta katta kamar uchun jang bo'ldi va umuman mana shu turnir haqida suhbatlashamiz. Hasan Turdaliyev hamda Davron Fayziyev bugun studiyamizda mehmon bo'lishyapti. Umuman 325-turnir UFC 325 Davron aka umumiy qanday o'tdi? Siz endi asosan o'sha chempionlik jangini sharhladingiz. Qay darajada shunaqa zerikarli jang bo'lishi kutilgan edi? Endi mayli, shunaqasini ham baribir ko'rish kerak orada. Chunki bu yerda taktik jang bo'ldi. Menga qiziq bo'layotgani UFC nima uchun ketma-ket o'tkazyapti raqamli turnirlarni. Bu Paramount Plus'ga qanaqadir bir bonus bo'lishi mumkin. O'sha har hafta pulli janglar va yangi hamkorligi UFC'ning aktivligini ko'rsatib berish harakati bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa zich taqvim bo'lganligi sababli tez-tez rejadagi turnirlarni o'tkazib olish bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham ozgina o'rtada pauzalar bo'lishi ham to'g'ri, ham biz bunga o'rganib qolganmiz. Ham mana bunday bir holatlar balki yuzaga kelmasdi. Holatlar nimadan iborat? Birinchidan kart zaifroq terilgan. Masalan, raqamli turnirlarda biz odatda 2 ta yoki 3 ta chempionlik jangi ko'ramiz. Yoki bo'lmasa chempionlik statusi bo'lmasa ham 3 ta 4 ta sobiq chempion oktagonga chiqadi. Bugun bitta chempion bor edi. Alex Volkanovski. Bo'ldi, boshqa sobiq chempion ham yo'q. O'sha chempionlik darajasiga tortadigan jangchi ham yo'q. Endi bir paytlar Rafael Fiziyev da'vogarlar qatorida bo'lgan, bir paytlar Taito Uvasa juda talantli nokautchi hisoblangan, bir paytlar Dan Hooker zo'r boshlagan. Lekin bularning hech qaysi top emas. Men shu ma'noda kartni zaif deyapman, lekin Volkanovskiyni atrofida qurilgani uchun tortib ketish kerak edi, ayniqsa Avstraliyada. Masalan, chipta sotish, homiylarni jalb qilish muammosi yo'q. Lekin global translyatsiya sotish bo'yicha menimcha raqami juda yuqori bo'lmaydi bu turnirda. Endi bevosita janglar tahliliga o'tishimiz mumkin. Mayli, shu asosiy jangdan boshlay qolaylik, bo'lmasam shu mavzu ochildi-yu. Volkanovski bitta savol. Hozir endi uni diviziyasida Volkanovskiga munosib raqib bormi? Kimdir ko'rsata olasizmi? Bor albatta. G'alabali seriyada ketayotgan Mafsar Yevloyev uni yoqtirmaydi UFC'dagilar, zerikarli jangchi deb hisoblaydi. Lekin Diego Lopes Alex Volkanovski ikkita jangini tomosha qilib, men o'ylayapmanki, Yevloyev juda bundan zerikarli bo'lmaydi har holda. Chunki bugungi jang to'liq taktik jang bo'ldi. To'liq taktik jang bo'ldi. Men Volkanovskini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Shu divizionni tarixidagi eng zo'rlardan biri. Endi menga Max Holloway ko'proq yoqadi, lekin natija bo'yicha Volk zo'rroq. Topuria endi qisqa muddat ishtirok etib, boshqa vaznga o'tib ketdi. Shuning uchun bu Volkni har doim hurmatning joyiga qo'yishimiz kerak. U natija uchun taktik jang qildi va bunga haqli edi 37 yoshda. Lekin Diego Lopes nega risk qilmadi? Shu narsani tushunmadim. Bir marta yutqizding ochkolar bo'yicha. Avstraliyadasan. Teng jang qilsang
yutishing qiyin. Risk qil, mayli yutqizsang ham chiroyli yutqiz. Misol mana anaqa yutqizdi-yu Paddy Pimblett Gejiga. Qanaqa effekt bo'ldi? Paddy Pimblettning faoliyatida eng zo'r jang bo'ldi. Yutqizgan holat. Nega? Chunki u risk qildi. Faqat oldinga bordi. Diego shu ishni qilmadi. Mana endi UFC'da anaqa bahona qolmadi. Bo'ldi, Diego Lopesni 2-3 ta keyingi navbatga qo'yish kerak. Va keyingi jang Aleksandr Volkanovski hamda reytingning birinchi raqami Mavsar Yevloyev bo'lishi kerak. Endi umuman Volkanovskini shu yil 2026-yilda deylik, Kanarni yo'qotishni ko'rishimiz mumkinmi? Aynan Yevloyev bilan to'qnash kelish haqida to'g'ridan-to'g'ri aytaylik. Yevloyev torta oladimi? Endi men yana bir marta aytaman, Volkanovski buyuk jangchi. Lekin hamma narsani o'zini vaqt soati bor, ayniqsa UFC'da. Habib ham bekorga aytmagan. O'sha vaqtini topib ketishni bilish kerak. Va shu vaqt keldi deb o'ylayman. Keyingi jangida Alex qiynaladi, chunki Yevloyev kurashda ham zo'r va Diego Lopesga nisbatan IQ nuqtai nazaridan ham menimcha yaxshiroq va favorit bo'lib qolishi ham mumkin. Endi misol muxlislik nuqtai nazaridan hammamiz Volk yutishni xohlarmiz, lekin saqlab qolish juda ham qiyin ekan. Hasan aka, sizda o'zim mana shu Volkanovski Lopes jangiga fikr. Siz Lopesga ishonganim degandek qildingiz boya. Yo'q, men Lopesni oldingi jangini sharhlagandim-da, UFC Fight Night'da Jan Silva bilan o'sha jang qilganda ochiqroq jang bo'lgani uchun chiroyli o'sha nokaut bilan ham yutgandim. Men shuning uchun sal shunaqaroq jang kutdimmi bilmadim. Bu safar ancha o'sha taktik kurash bo'ldi, davrida ketgandek, umuman ochilmadi. U ham bu ham qanaqadir bitta-ikkita zarbalar almashinuvini ko'rdik-ku, lekin umumiy olib qaraganda Jan Silva bilan bo'lgan jangni yarmini ham qilgani yo'q-da. Qanaqadir cho'chibroq, ehtiyotroq bo'lib harakat qilgandek tuyuldi. Lopesni shu baribir ochkolar bo'yicha yutqizgani ham shu xayolda turdi. Menimcha shuning uchun jangga rejasi ham ko'p riskka bormaslik bo'lgan bo'lsa kerak. Baribir ochiq jangga kiradigan bo'lsa xavfli. Balki shuni ham o'z himoyasida sal zaifligi bor ekan. O'shanda Jan Silva bilan bo'lgan jangda ham ochiq jangga kirishganda yaxshigina zarbalar ham o'tkazib borgandi-da. Shuning uchun Lopesning o'zi himoyasi sal zaifroq ekan va o'sha narsani berkitaman deb hujumdagi sal potensialni ko'rsata olmay qolganda ham tuyuldi menimcha. O'zimman Volkanovski nimani evaziga yutdi deb hisoblaysiz? Masalan, Lopesda meni o'zim men tezkor boshqacha jang kutgandim, to'g'risini aytaman. Lopesni biz avvalgi uni PR-a to'g'risini aytish kerak, juda zo'r ishlagan. O'sha UFC loyihalaridan, Davron aka o'zingizam aytasiz, UFC loyihalaridan, uni atrofida boshqa jurnalistlar ham, o'sha MMA olamini yoritadiganlar ham boshqacha ishlashdi. Lekin Volkanovski 37 yoshli Volkanovski yutib ketyapti. Nimani evaziga? Volkanovski shunchaki tajribani evazigami? O'zi eski Volklardan deymiz, shu ibora bor. Volkga ayni tushadigan ibora. Men raqiblarni oldindan o'qiydiganda, oldindan nima deydi, hammasi hisob-kitob biladi, nima ish qilishini, qanaqa taktik qo'llashini biladigandek jang qiladi ko'p vaziyatlarda. Bitta shu Maxachov bilan jangda sal o'xshamadi bu narsa, lekin bunday olib qaraganda doim oldindan raqibni qanaqa jang qilib, qanaqa taktika tanlashni xuddi biladigandek tuyuladi menga. Ko'p vaziyatlarda o'zi xohlagan uslubga olib o'tadi jangni. Shu tarafdan Lopesni ham menimcha riskka borishga qanaqadir qo'rqishi, nimadir oldindan qanaqadir bilgandek Volkanovski bemalol ochkolar bo'yicha yutishini bilgandek jang qildi-da. Risk qilish kerak bo'lganda, riskka borganda Lopes unga qarshi ham qanaqadir rejasi bo'lgan bo'lsa kerak Volkanovskini. Katta ehtimol. Uni baribir tajribasi eng katta ustunligi ham bo'lsa kerak. Lekin Volkanovskining oxirgi janglari, ayniqsa mag'lubiyatga uchragan janglarini ko'rilsa, o'sha tezkor temp egasi bo'lgan jangchilar yoki ma'lum seriyalarda faol bo'ladigan jangchilar yutib ketganda bo'ldi. Endi ko'ramiz. Davron aka, keyingi jang o'sha co-main event Dan Hookerning mag'lubiyati Benoit Saint-Denisga. Reytingda Saint-Denis pastroq edi. Dan Hooker o'zingizlar bu jangda kimni favorit deb ko'rgandingiz va nima kutgandingiz? Hech qaysi bir jangda Dan Hookerni favorit deb o'ylamayman. Chunki u nima deydi, professional yondashmaydi-da. Masalan, reja qilib chiqishi mumkin. Murabbiy aytishi mumkin. Demak, bugun mana birinchi raundda oyoqqa ishlaymiz, himoyani ushlaymiz, qarshi hujumda ishlaymiz deydi va shunaqa raund o'tkazib beradi. Lekin xavfli vaziyat yuzaga keladi-yu, Dan Hooker rejalar degan joyi o'chib ketadi miyada
va ko'cha jangchisiga aylanadi va ko'p raqiblari uni shunda tutadi. Ha. Ya'ni u o'sha mana taktika, reja yoki ehtiyotkorlik degan tushunchalardan yiroq. Bunisi yaxshi, Hukerni shuning uchun ham yaxshi ko'rishadi. Ammo lekin shu xususiyati evaziga, ya'ni uni bittada rejasini buzib qo'yish mumkinligini hisobiga top jangchilarning eng asosiy bir sparring sherigiga aylanib qolgandek. Hamma u orqali o'tadi. Shunaqa. Va Benoit ham mana aynan shu narsada tutdi uni. Ochiq jangga taklif qilgandek bo'ldi. Bitta-ikkita urib muvozanatdan chiqarib, u yog'iga keyin finishga erishdi. Lekin tag'in ham Huker anchagina turib berdi. Yuzlarini chochib tashlagan bo'lsa ham sabr qilayotgandi. Endi referi aralashmasi bo'lmasdi. Bu yerda aralashadigan nuqtasi allaqachon kelib bo'lgan edi. Endi Den Huker hamma biladigan o'sha Den Huker vazn toifasida 10-o'rindan pastga tushmaydi, lekin shu bilan birgalikda chempionlik ambitsiyalari bo'lmagan bir qanaqadir ko'cha jangchisi. UFC'dagi rasmiy ko'cha jangchisi. O'zi Street Fighter deb aytiladi ham ko'pincha tanishtiruvda. Hasan aka, Hukerning mag'lubiyati. Men Sendini haqida ozgina gapirmoqchiman. Hukerga zo'r ta'riflar berildi. Sendinining undan oldingi jangini o'sha Daryushni yutib qo'yganini sharhlagandim. O'sha 10 nechadir soniya ichida yutib qo'ygandi. Birinchi raundning o'ziyoq yutib qo'ygandi. O'shanda yaxshi bir formada ekanligini ko'rsatib qo'ygandi. Umuman hali terlashga ham ulgurmagandi. Bitta o'sha chap qo'ldan huk zarbasidan keyin Daryushni vaholangancha tajribali jangchini raqibini mag'lubiyatga uchratgandi. Bu jangda ham o'sha Davron aka sharhlayotgan paytda ko'rib turdim. Nazorat unda edi. O'sha vaziyatda Huker chidaganiga qoyil qoldim, faqat bo'ldi. Chidab berdi, amallab chidab berdi. Bo'g'ishga ham chidab berdi, zarbalarga ham chidab berdi. Oxirgi hakam rahmi kelib, mayli deb to'xtatib qo'ya qoldi. Sendining o'zi xohlagandek olib o'tdi-da, baribir o'sha grapplingda, o'sha kurashda umuman imkon qoldirgani yo'q. Bo'g'ishga lekin chidab berganiga men shunchaki Hukerga qoyil qoldim. O'sha iroda ko'rsatib berdi. Umuman olib qaraganda, lekin Sendini hozir baribir yaxshiroq seriya qayd etyapti. Ketma-ket rekord nokautlar yoki submissionlar bilan yutib kelyapti. Hozir zo'r formada. Va haqli g'alaba. Men o'zi bundan oldingi jangdan oldin sal taxminlarni o'qiganimda Sendinining imkoniyati yuqori deyishgan. Endi MMA'da har qanaqa o'sha bitta lucky punch hal qilib qo'yish mumkin. Hukerda bu bor. Lekin baribir o'sha narsa bo'lmasa Sendinining imkoniyati yuqoriroq edi o'zi. Davron aka, Benoit Sendinini keyingi raqibi va umuman kelajakda chempionlik darajasini kutsak bo'ladimi? Yo'q, menimcha tortmaydi chempionlikka. Agar qanaqadir omadi kelib, deylik kimnidir o'rniga jarohat olgan qaysidir da'vogar o'rniga chiqib turib, omadi kelib lucky punch bilan nokaut qilmasa, lekin mana oddiy solishtiradigan bo'lsak, hozirgi yetakchilar Justin Gaethje yoki bo'lmasa keyin qaytadigan bo'lsa Ilya Topuria, bular boshqa daraja baribir. Buni qachon bildik biz? O'sha g'alabali 5 ta g'alabali seriyada Benoit Sendini Justin Poirierga qarshi favorit bo'lib chiqqan edi. Hamma ana bo'ldi. Poirier o'sha jangga nokautdan keyin borgan. Gaethjega nokautdan keyin. Hamma aytdiki, mana 5 ta g'alabali yosh bo'ri hozir Poirierni faoliyatiga nuqta qo'yadi degandi. Qaytangi sal qoldi Poirier Benoit Sendinini hayotiga nuqta qo'yishiga juda og'ir nokautga uchratdi-da. Undan keyin ancha o'ziga kela olmaydi Sendini. Mana endi ketma-ket 3 ta g'alabalar bilan mana bu holatiga qaytdi. Shuning uchun men o'ylayman Poirierni sinovdan o'ta olmadi va qanaqa holatida Poirierni faoliyatini tugatish arafasida turgan Poirierni sinovdan o'ta olmadi. Pikdagi amaldagi chempionlar bilan teng kelmadim. Yo'q. Mana fikringiz bormi? Yo'q. Keyingi jang o'sha Rafael Fiziyevning mag'lubiyati Mauricio Rufiga. Bu qay darajada kutilgandi o'zi? Fiziyevni reytingi, uni tavakkalchiligi qisman bor edi. Lekin Rufi bilan juda erta mag'lubiyatlik tuyuldi menga. O'zini ustida ishlayotganligi, o'sha Gaethje bilan janglardagi mag'lubiyatlardan keyin ancha o'z ustida ishlagani haqida ozgina gap so'zlarni o'qidim. Jangdan oldingi ozgina intervyularda ham qanaqadir boshqacha tayyorgarlik ko'rgandek tuyulgandi. Men hatto sal favoritroq ham deb o'ylagandim uni. Lekin riskka bormadi-da. Qanaqadir juda ehtiyotkor jang qildi. Keyin Rufi ham zo'r masofada ushlab turdi va qo'l zarbalarida tezlikda yaqqol farq sezilib qoldi menga o'sha jang davomida. Rufi oson tutib oldi-da. Jeplari umuman
qiyinchiliksiz o'tdi va o'ng qo'ldagi o'sha zarbasini ham 2-3 marta o'tkazdi, asosan bosh qismiga o'sha nima deydi, peshona qismiga bo'lganligi uchun chidadi. Oxir bitta jag'iga tegdi, bo'ldi, bu yog'iga masalani hal qilib qo'ydi. Fiziyev o'zi o'sha nima deydi, unda Muay Thai bazasi ham bor, o'sha kurashi ham bor. Qanaqadir sal boshqacharoq taktika qo'llash kerak edi. Bir xil taktikaga qolaverdi, tayangan holda qolaverdi. Riskka borgisi kelmadi va o'sha bitta tutib oldi Rufi o'zini o'sha tezkor qo'llari bilan. O'shangacha olib bormasdan qanaqadir sal charchatish kerakmidi yoki bo'lmasa ozgina kurashib ko'rish kerakmidi, parteri ham yomon emasdi baribir Fiziyevni. Jismoniy holat baribir bundoq qaraganda unda Rufidan ancha yaxshiroq edi. Shuning uchun ham ancha ehtiyotkorlikka berilganligi o'zini zararga ishladi hamma deb o'yladim. Rufi o'zi bundan oldingi jangida adashmasam yutqizib qo'ygandi va hozir endi yanada jiddiyroq tayyorgarlik ko'rib qaytishi aniq edi. Shuning uchun ham buni hisobini olish kerak edi. Men Fiziyev bundan oldingi jangida yutib g'alabali yo'lga qaytgan bo'lsa ham, lekin baribir o'sha Getji bilan bo'lgan mag'lubiyatlarni hali ta'siri sezilganda ham tuyuldi. Davron aka, Fiziyev Rufi jangi haqida qanaqadir fikr bormi? O'zi taxminlar qanaqa edi sizda? Albatta, Rafael Fiziyev ham o'sha Sen-Deni singari juda tez progressiv faoliyat o'tkazayotgan edi. Yuqoriga qarab ko'tarilib, ketma-ket g'alabalar qayd etib, yo'l-yo'lakay ikkita afsonalarni ham mag'lubiyatga uchratib, Dos Anjos masalan, sobiq chempion Rafael Dos Anjos ikkita Rafa jangida mag'lubiyatga uchratib, zo'r ketayotgan edi. Lekin o'sha Justin Getji birinchi jiddiy test shunda ham, lekin Fiziyev normal to'liq urush o'tkazdi. Biroq darajadagi farq baribir sezilib qoldi. O'sha jangda sezilib qoldi. Shuning uchun Rafael ruhan tiklana olmayapti, chunki kamchiliklarini butun dunyo ko'rib qoldi. U B rejaga o'tishi qiyin ekan. U ekstremal holatga tushib qolganda tiklanishi qiyin ekan. Texnika zo'r, juda ham ko'rimli jangchi. Noodatiy xatti-harakat, o'sha matrica himoyasi deymizmi yoki round kicklar deymizmi, hammasini zo'r qiladi. Biroq UFC'da chiroyli urushish yetarli emas. Himoyani ham ushlash kerak, bardoshli bo'lish kerak va ekstremal holatlarda o'zgartira olish kerak jarayonni. Fiziyevda shu narsalar sezilmadi. Rufi ham o'sha birinchidan qo'li uzun ekan, juda ham qo'li uzun. Masofada zo'r ishlar ekan, kontr panchlari zo'r, bitta tutsa qo'yib yubormas ekan. Mana shu xususiyatlari bor. Biroq o'sha Sen-Deniga masalan yutqizgan. Ya'ni bu yerda misol futboldan qiyos qiladigan bo'lsak, Ispaniya La Ligasida Real Barça bor va ulardan keyingi chempionat bor. Mana shu Sen-Deni, Fiziyev, Rufilar bu o'sha Atletic Bilbao, Real Sociedadlar bo'ladi-yu. Bir-bir zo'r chiqib qoladi, yutib qoladi, lekin umumiy olganda u daraja emas. Hatto Atletico darajasi emas. Shu doimiy anaqani aylanani ichida bir-biri bilan urushib yuraveradigan yaxshi, kuchli da'vogarlar. Lekin chempion bo'lish uchun kutish, omadi kelib qolsa bo'lishi mumkin. Lekin men juda qiyin. Tortmaydi. Uzoq stabil yuqorida qolmaydi. O'z jangdan keyin intervyusi yoqdi, Holloway yoki Makgregor beringlar menga dedi. Shou qilmoqchi-da, chunki men ham shou ko'rsata olmayman sizlarga dedi. Bunda nimadirlar bor, o'sha shou ko'rsata oladi menimcha, ozgina baribir shu stoykada ko'proq jang qilish. Mana farqda Hasan, Holloway so'rayapti yoki Makgregor so'rayapti. Sen-Deni tugatgandan keyin menga BMF kamari uchun jang beringlar dedi. Anaqa Oliveira yoki Max juftligi g'olibi. Ambitsiya yo'q-da bularda. Undan yuqorisini so'ramayapti. Ikkalasi hozir mana xuddi qanaqa ta'rif bergan bo'lsak, jangdan keyingi intervyuda tasdiqlayapti. Chempionlik jangini ber demayapti. To'g'ri, Sen-Deni aytdi, kelajakda albatta chempion bo'laman. Buni hamma aytadi. Lekin konkret maqsad yo'q. Menga chempionlik jangi demayapti-da, bittasi BMF jang so'rayapti, bittasi afsonalar, urib tushirilgan anaqalarga qarshi jang so'rayapti, uchuvchilarga qarshi jang so'rayapti. Faoliyatini yakunida turganlar bilan yana kamiga. Davron aka, Taito Uvasa Talisn Teysheraga yengildi. Men Taito Uvasani nimagadir doimo
o'sha sizni sharhlaringiz orqali taniganim uchun qanaqadir faqat Davron akani o'sha sharhlari jangdan keyingi nima qilishni oldindan aytib berishlari kelardi va 6 ta mag'lubiyat ketma-ket 6-si edi. Ha, shu yutqizishini ba'zida xohlab turaman, o'sha kartinani ko'rmaslik uchun-da. U avstraliyaliklarga tekkan kasal Rikardoda ham bor edi. Yana kimdadir bor edi. Yo'q, bu Ko'pchilik avstraliyaliklar Rikardo qilsa o'zini oyoq kiyimini yechib qo'lardi. Bu bilasan mana tribunaga chiqadi, istagan muxlis quyib beradi. Har qanday muxlisni anaqasi oyoq kiyimini ichidan ichadi-da. Bilmadim. Bizning madaniyatimiz. Yo'q, uni Rikardo ham nima qilgan? Majburlab o'zini bo'siga ichirgan oyoq kiyimida. Uniki ham qolishmaydi lekin. Bu jangda ham masalan Den Hukerga ta'rif berdim-ku. Chiqadi-da, talantli jangchilarga ruscha aytgan meshok bo'lib beradi. Qop bo'lib beradi. Xohlasang bitta bo'g'ib ko'r. Yaxshilab zarbalaringni ishlab ko'r. Qani nokaut qila olarmikansan degan challenge beradi. Bitta vaziyat zo'r bo'ldi. 3 ta 4 turda qo'lni pastga tushirib ur deb turibdi-da. Undan keyin takedown berdi. O'shandan keyin tan berdi o'zi, Tesheri ham aytdi, juda nima deydi? Bardoshli, yengilmas jangchi ekan dedi, tan oldi. Mana shunaqa turib berishi bor, zo'r nokautchilik xususiyati bor. O'zi doim super og'ir vazn toifasida mana shunday jangchilar bo'lgan. Vazniga ham qaramaydi, tashqi ko'rinishi, sport formasiga qaramaydi. Chiqadi, urdi, yutqizdi, farqi yo'q. Mark Hunt edi. Undan oldin xuddi shunaqa. Tana tuzilishi xuddi shunaqa, uslub xuddi shunday, super puncher ursa lekin ag'darardi. Bu ham shunaqa chiqdi boshida. Keyin o'sha ichkilik, chalg'ib mashg'ulotlardan tag'in ham buni majburlab, Sidneyda bo'ladi jang. Amallab tushgan o'tgan safar ham bittasi shunaqa bo'lgan. Shuning uchun anaqa Luisga, Derek Luisga bitta jeppa deb ag'darib qoldi. Bam Tuyivasa bu shou uchun oktagonga chiqadigan jangchi va yutsa, u tushib qolsa yutadi, bo'lmasa yutqizadi odatda. Lekin ular raqibini juda maqtashgandi-da. Faqat birinchi raundda yutib kelayotgan ekan va bir marta yutqizgan, uni ham birinchi raundda yutqizgan. Keyin uzoq 35 sekund jang qilgan ekan. O'shanga hozir qanchalik kuchi yetadi 3 raundli jangga deyishganda, ikkinchi raundda o'zi charchab qoldi. Ikkalasi ham til osilib qoldi. Va 3-raundda bir-biriga yelkama-yelka qo'yib faqat gaplashib o'tirishmadi xolosda. Shu darajada bo'ldi. Oyoqda tik tura olmaydigan darajada gong ovozi eshitilgandan keyin o'tirib olishdi ikkalasi ham-da. Oyoqda tik tura olmaydigan darajaga kelib qoldi. Ya'ni Tuyvasani xo'p, mayli tushunsa bo'ladi. Lekin u raqibi ancha yosh, 26 yoshdan, shunaqa Tuyvasadan ancha yosh edi. Uni ham ko'rsatib qo'ydi, kardiosida ancha jiddiy muammolar bor ekan. Davronga shu og'ir vaznda yana bir narsani so'rab ketay. Bogdan Guskov, o'zbekistonlik jangchi. Hozir top 10 da og'ir vazn toifasida. Guskovni yana yuqoriga chiqishiga ishonsak bo'ladimi? Endi talantli juda ham, o'ziga yarasha taktika qo'llay oladi, aqlli, ya'ni jang davomida ham nimalarni o'zgartira olyapti. Endi bu qiyin vazn toifasi, o'sha yarim og'ir toifa, bitta risk, bitta xato pastga tushirib yuboradi, yana qaytadan ko'tarilish kerak. Shuning uchun og'ir toifalarda o'zi dominant chempionlik kam bo'ladi. Juda ham kam bo'ladi. Tasodifiy nokautlar ham bo'lishi mumkin. Har jangda ham chempion o'zgarib ketishi mumkin. Bogdan kuchi yetadi, talanti yetadi, agar xatolar kam qilsa, minimal darajaga tushira olsa. Lekin hozir 9-o'rinda turgan bo'lsa, undan tepasiga qaralsa hammasi nomli. Juda ko'pchiligi nomli, lekin mayli oxirgi jangida ko'rdik, lekin unga sal ishonsa ham bo'lar ekan. Chunki har bir jangiga alohida tayyorgarlik sal qanday aytsam bo'lar, professionalizm yaxshiroqdek ko'rinyapti Guskovda. Endi UFC 326 haqida Max Holloway, Oliveira. Bitta jang gapirmadik Avstraliyada. Avstraliyalik. O'sha men yutgan jangchi yoqdi menga. O'sha bitta ozgina anaqasini aytib ketsak, Quillan sal keltmi? O'shani maqtashdida, nimaga buncha maqtalgan ekan deb qaram 3 ta jang o'tkazibdi 1 yil ichida. Va rostdan ham potensial bor ekan. O'sha siz aytgan intervyuzdagi gapni aytdi-da, men tepadagilarni xohlayman dedi. Hali 15 talikka kirgani yo'q, men 15 talikdan bittasini beringlar. Men bunga endi loyiqman dedi, birdaniga o'sha.
raqibi уже ancha charchagan anaqa nimada Mallarki. Mallarkini teskasini aytdim boya sharqda ham. Mallakri bormi? Mallarki. U ancha charchagan ekan. To'rtta sharqdan keyin adashadi odam. Uxlamagan. Mallarki o'zim olib qarasa ketma-ket mag'lubiyatlarga uchrab kelayotgandi va unaqa jangchi kerak emas degan ma'noda umumiy hamyurti bo'lsa ham menga shunday dostoyn shunga yarasha menga munosib raqib berilaring dedi, talab qildi. Juda tez nokaut qilib qo'ydi va universal ekan. Men shunisi yoqdi. Stoykasi ham zo'r ekan va keyin raqib menga kurash ba'zan borligini bilib turib men kurashga imkon berdi dedi. Bu meni kuchli qurolim dedi. O'shandan keyin bo'g'ib qo'ya qoldi o'sha face crank bilan. Va hali ancha yuqoriga ko'tarilishi mumkin deb o'ylayman. Salkiltda hozir umumiy 11-g'alaba, ketma-ket 11 talik g'alabali seriya. UFC'da adashmasam 4-chisi bu. Ha, 4 ketma-ket 4-chi. 4-chi Va g'alaba. 1 yil ichida 4 ta g'alaba bo'libdi. Ha. Endi bu boshida kirib kelganda o'zi ko'pchilikda bo'ladi. Yaxshi performans ko'rsatgandan keyin gapirishga ham o'tishadi. Lekin hali chempionlikni xohlayman deyotgani yaxshi-yu, lekin haqiqiy o'sha vazn toifasini liderlar bilan to'qnash kelganda baho bersa bo'ladi. Lekin ba'zida bo'ladi, ba'zi jangchilar mana Geji ham boshida mag'lubiyatlar bo'lgan kuchli jangchilar bilan keyin o'sha faoliyatning ikkinchi qismida o'sa olsa, o'sha muhimda. Hozir bunga endi Dan Hookerni berishadi. Hooker yutib qo'yishi mumkin lekin. Bu ham xuddi shunaqa Hooker uslubida jang qilar ekan. Sal ochiqroq jang qilishni yaxshi ko'rar ekan, unaqa ehtiyotkorlikni yaxshi ko'rmas ekan. Bir tarafdan shou bo'ladi agar birinchi raundda o'zida masalani hal qilish mumkin. U yoki bu jangchida. Ko'ramiz endi Avstraliyadan yana bitta yorqin nom chiqishi mumkin. Volkning oxirida, faoliyatning oxiridan keyin. Xo'p, ko'ramiz. UFC 326 Max Holloway Oliveira. Nima kutamiz endi bu jangdan aka, sizning taxminlaringiz? To'g'risi BMF jangiga tortmaydi bu, meni fikrimcha. BMF emas, bu yengil vazn chempionlik jangi bo'lishi kerak. BMFda kim? To'polonchi bolalar urushadi. Oliveira to'polonchimi? Juda oilaparvar, hurmat bilan yondoshadigan raqib. Oktagonga chiqqandan keyin fotosuratchilargacha hamma bilan ko'rishib chiqadigan. Qanaqasiga buni BMF jang deb e'lon qilishdi? Men shunga hayronman. Undan ko'ra Paddy Pimblett o'rniga Max Oliveira, Charles Oliveirani qo'yish kerak edi. Gejiga qarshi. Pimblettni bunga qo'yish. Max Holloway bilan BMF ga tushirish kerak. Endi bu endi Dana White zo'r, sal fikr bildirib qo'yapmiz-ku. Matchmakerlar UFC'da dunyodagi eng zo'rlar gap yo'q, lekin biz ham kuzatib borgan holda fikrimizni ayta olamiz. Shuni men ideal kartina ko'rayotgandim. Mayli o'sha vakant kamarmi, mayli Arman Sarukanni xohlamayapsizmi? O'zi aslida 100% Arman Sarukan chempionlik jangida qatnashishi shart edi. Mayli u bitikda xato qildi, uni chetlashtirishdi. Xo'p, Oliveira bilan Geji. Mana zo'r da'vogarlar jangi. Vakant kamarga. Pimblett mana yomon bola. Holloway. BMF ga. Mana o'sha bo'lajak ko'nirlardan biri. Media marosimlarini ham qizdirib bera oladi. Bu qanaqa jang bo'lardi, bu qanaqa? Hozir nima, masalan, Max Hollowayni Charles Oliveira yutib qo'ysa, BMF chempioni Charles Oliveira hisoblanish kerak. Qanaqasiga bu kamar nima uchun tashkil qilindi? O'sha muxlislar yoqimtoylari bo'ladi-yu, janjalkash, trash talker, bir qanaqadir ko'cha janglarida ham urushib yuradiganlarni sal xo'rini tushirish uchun mana sizlarga ham kamar beramiz degan ma'noda tashkil etilgan kamar. Shuning uchun mantiqni tushunmadim shunga, lekin jang zo'r. Agar kamarni chetga surib qo'yadigan bo'lsak, aytgani anaqa Islom Maxachev. Menga umuman kerak emas bu kamar. Menga BMF qo'yib shu jangni shu qaysidir jangingga BMF kamarini qo'yamizsa, men yo'q deyman degan. Kerak emas menga bu. Menga yarashmaydi bu kamar degan. Agar shu kamarni chetga uloqtirib toza jang nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, uslublar to'qnashuvi. Juda tartibli, intizomli Jitserga qarshi to'liq puncher. To'liq puncher. Mana bu yerda biz stoykaga qarshi parter kurashiga
guvoh bo'lamiz. Ha. Oliveyra parterga tortishga harakat qiladi, bo'g'ib qo'yishga, Max Holloway stoykada qolib turib uni urishga harakat qiladi. Shu bilan birga Oliveyrada ham bor zarba. Shuning uchun toza sifat nuqtai nazaridan men hattoki ochig'ini aytaman, mayli. Pimblet Getji jangidan ko'ra menga Max Holloway Charles Oliveira jangi qiziqroq. Yorqinroq ham bo'lsa kerak o'zi. Yengil toifani bir qanaqadir eng katta hozirgi jangi sifatida men buni tanlagan bo'lardim. Hurmatni saqlagan holda Getjiga fantastik jangchi, uni ham juda yaxshi ko'raman. Lekin ikkita raqobatchi nuqtai nazaridan menga bu qiziqroq. Hasan aka, sizda taxminlar? Yo'q, o'zi jang o'zi davrini ketganda ikki xil uslub egalari o'rtasida bo'ladi. Keyin o'zi baribir yoshi ham sekin-sekin o'tib boryapti. Hozir bunday olib qaraganda qanaqa bo'lar ekan? 30 dan oshgan ikkalasi ham deyarli veteranlar, o'sha nima deydi, faxriylar. Lekin baribir mag'lubiyat bu yoqqa keyin pastga qarab ketishga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ikkalasining faoliyatiga ham katta ta'sir qilsa kerak. Ayniqsa Oliveira. Oliveiraga ayniqsa ko'ramiz. Men ko'proq Holloway muxlisiman. Endi Oliveira ham zo'r, universal, u o'sha aytganlaridek stoykasi ham yaxshi, baribir parter Hollowaydan ancha yaxshi, lekin Hollowayni o'zi baribir nima deydi, anaqasi bor-ku. Getjini o'rtaga chaqirib jang qiladigan, unaqa narsalarni Hollowaydan faqat ko'ramiz-da. O'sha taraflama Holloway. Shu uchun hamma hurmat qiladi. Uni jangi zerikarli bo'lmaydi. Ochiq jangga taklif qiladi va raqib kim bo'lishidan qat'iy nazar jangni bezab beradi, chunki Holloway o'zi yetarli. Bunday olib qarasak, o'sha Volkanovskiga ishlatilgan gap, bunga ham ishlatsa bo'ladi. Demak, ko'ramiz do'stlar. Octagonda YouTube kanalida bo'ldik. Bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunday UFC olami nasib qilsa MMA'dagi boshqa ligalar, boshqa turnirlar haqida balkim jangchilarning o'zi bilan ham suhbat uyushtirishga harakat qilarmiz. Bizga obuna bo'ling. Bizning Telegram kanalimiz bor, undan tashqari Instagram sahifamiz bor. Barchasiga obuna bo'lib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosishni unutmang. Rahmat Davron aka, Hasan aka. Ko'rishguncha xayr. Qonli jang birinchi raundning o'zida. Birinchi raund finish Ilya Topuria. Yangi toifasining yangi chempioni kutib oling.